xotiram bundan ham yaxshiroq edi. Sal mazam qochgandan keyin sal pasaygan, lekin uncha-muncha narsalarni eslab qolishga harakat qilaman. Kelgan do'stlar, bitta kitobni bitta kuchi bo'ladi. Bitta kitob men o'ylashim bo'yicha 3 ta so'z uchun o'qiladi. 3 ta so'z hayotiy qurol bo'ladi. Uni hammasini xotirada olishimiz yo'q. O'sha masalan Umid Eshmuhamedov aytdilarki, kitobda go'talari bor. O'sha go'talarni siz to'g'ri qilib aytib berasizlar. Bitta kitob o'qiyman, masalan Al-Mari to'g'risida eshitganmisizlar shoir? Meni gaplarim sal xavfliroq, faqat xafa bo'lmanglar. Al-Mari aytdi. Ko'r bo'lib qolganda 3 yoshida suriyalik shoir olim. Kitoblar surishanga tushib qoldi. O'qib chiqdim. Shu insonni ajoyib kitoblari yoqib qoldi. 3 yoshlarda ko'r bo'lib keyin olim bo'lganlar. Olim bo'lishlari sababi shogirdlari bitta inson ular uchun o'qib bergan. Endi shu inson aytadi. Ustozlar bilan shoirlarga shaytonning ham rahmi keladi deydi. Nima uchun unday deyilsa, ular o'z kasblari bilan farzandlarini boqa olmayotgani uchun. Lekin mana boqishni boshladik. Rahmat, ishlarimiz omadimiz kelib qoldi. Omadingiz bo'lsin. Yana savollaringiz bo'lsa beringlar, qo'ldan kelsa javob qaytaramiz. Qarang ustoz, mana bunaqa savol bo'ldi. Biz ham ilm o'rganib yuribmiz-da. Mani og'aynim ilm o'rgandi, lekin uni ustozi, shu ilm bergan ustozi o'rgatgan ilmini omonat sangi kimga o'rgatmang dedi, bergan ilm. Sangiz qanaqa qaraysiz? Ilmga omonat degan so'z qo'ya oladimi inson? Yo'q, men o'ylashim bo'yicha boylikdan ilm afzalligi quyosh nuriga o'xshaydi. Uni ichingizda saqlab turib bo'lmaydi. U quyoshga o'xshab qolib tarqalib ketaveradi. Va shu paytgacha tarqatardim mana eskidan do'stlarim mana Saddam, mana Valer aka, ustoz Murod aka, yana 3 ta yaqinda do'stlarim paydo bo'ldi. Jon kuydiradigan do'stlarim. Yo'q, ilmni qolipga solib bo'lmaydi. Ilmni unaqa bo'lmaydi. U ilm tarqalish bilan kuchli. Keyin ilm bir insonniki emas, dunyolik hisoblanadi. U jamiyatlik hisoblanadi. Ilm eng yuksak narsa. Mensinglar, fikrlasanglar, hozirgi kunda ilm orqasidan quriladigan davlatlar kundan kunga rivojlanib ketmoqda. Masalan, Xitoy. O'zimizni prezidentimiz ham gapirdilar. Amerika fond birjasi 10 milliard dollar zarar, yo'q, 10 trillion dollarga zarar ko'rdi dedilar. Nima sababdan? Amerika ishlab chiqargan sun'iy intellektini xitoyliklar ularniki 100 million dollar edi. Ular 5,5 million dollarga ishlab chiqardilar. Matematiklar. Matematikaga aloqasi bo'lmagan fan noaniq fanlardir. Keyin sizlar asosan ko'pinglar qiziqinglar aniq fanlarga. Keyin yana bir tushunib olinglar do'stlarim. Faqat yoqqan ishinglarni qilinglar. Agar yoqqan ishinglarni qilmasanglar, sizlar yashamayotgan bo'lasizlar. Yana savolinglar bo'lsa aytinglar. Hammaqa tushdi-da. Nimaga o'g'rilik qilding deb savol berishdi. Pul kerak edi. Qancha pul kerak? 1,5 ming dollar. Senga bir shart bor. Shu kitob o'qib tugatasan, 1,5 ming dollar beramiz. Bir hafta vaqt o'tibdi. Keling, kitob nima haqida edi? Bu juda kitob ajoyib. Muqovalari qattiq, ajoyib. Kinolari, ashulalari bor. Xo'p, kitob nima haqida edi? Yo'q, men sizlarga aytayapman, bu kitob ajoyib. Muqovalari qattiq. Yaxshi holatda ishlab chiqarilgan. Yaxshi holatda.